Xitoy Kommunistik Partiyasi Ishki Mongoliyada atalmış yangi ma'rif siyosatini majburiy yo'l qo'yib, boshlang'ich maktabning 1-sinfidan boshlab Xitoy tili o'qishni yo'l qo'yib, kelgusi 2 yilda Mongol tilida o'rganadigan darslarning o'rnini Xitoy tili bilan almashtirishni planlagan. Bu Ishki Mongoliyadagi Mongollarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Egilinishicha, kam deganda 8 Mongol o'z tilidan voz kechishni xohlamay, o'zini o'ldirib olgan. Xitoy doiralari atalmış qo'sh til ma'rif degan ismni suiiste'mol qilib, sentabrdan boshlab Janubiy Mongoliyadagi har darajalik maktablarda Mongolcha o'qitishning o'rniga Xanzucha o'qitishni yo'l qo'yish plani Mongollarning keng ko'lamli norozilik namoyish qilish va o'qish tashlashini keltirib chiqargan. Xitoy doiralari tomonidan kuchlik bostirish, qo'lga ilishga duch kelsimi, tumanlagan kishilar yanala Mongol tilini qo'g'dash, assimilyatsiya siyosatini to'xtatish qatorliq lozung shiorlarni ko'tarib qarshilik ko'rsatgan. Ba'zi to'rdoshlar Xitoy Mongol xalqining norozilik namoyishini qattiq qo'lliq bilan bostirib, Mongol bolalarining cho'qim 3 kun ichida maktabga avatilish kerakligi, bo'lmasa yerlik asos qatlam mas'ullarining iqtisodiy taftish qilinib tekshirilganligi, maktab mudirini layoqatsiz baholab 3 yillik unvon o'stirilishini amaldan qoldirish, o'quvchilarning ota-onalariga qonuniy jazo berish, o'quvchilarni tizimlashni amaldan qoldirish, ota-onalarni hukumat xizmatidan bo'shatish, chorvachilarga qarz berishni to'xtatish, mayiblarning turmush yordam pulini bekor qilish qatorliq razil vositalarni qo'llanmoqda ekan. Janubiy Mongol kishilik huquq hujurlari mudiri Enxibatuning deyishicha, Xitoy yerlik hukumat va chorvachilik rayoniga nurg'un soqchilarni yurkab, o'yma-o'y kirib o'quvchilarni majburiy maktabga berishga zo'rlagan. Hatto bolalarni bulg'an. Butkul Janubiy Mongoliya hozir asosan soqchi davlatiga aylangan bo'lib, hamma joyda soqchi va to'polon soqchilar bilan to'shqan. Mongollar buni ikkinchi qatimliq madaniyat inqilobi, ikkinchi qatimliq qirg'inchilik deb qaragan. Xitoyning yo'l qo'ygan siyosatlarga bo'ysunishni xohlamagan ba'zi ota-onalar bolalarini elib cho'llikdagi o'tloqqa yushirib olgan. Olma kundalik gazetasining xabar qilishicha, Ishki Mongoliyadagi bir o'rta maktab mudiri o'qish tashlagan o'quvchilarni maktabdan haydab o'tishni xohlamaganligi uchun ishdan bo'shatilgan. Keyin Xitoyning Mongollarga qo'ygan nohaq siyosatlari va bostirishiga chidamay o'zini o'ldirib olgan ekan. Janubiy Mongoliyadagi kishilik huquq hujur mudiri Enxibatu oz deganda 8 Mongol navbatdagi vaziyatda ona tilini saqlab qolish uchun o'zini o'ldirib olish bilan qarshilik ko'rsatganligini aytgan. Mongollar Aqsaray To'rbekida birlashma imzo qo'yib, tashqi dunyoni o'zlarini qo'llashga chaqirib, Washingtondan Xitoy Kompartiyasining maktablarda Mongol tili o'qitishini yo'qotish orqali Mongol tili va madaniyatini vayron qilishni to'sib, millatning assimilyatsiya qilinishi va yo'qolishining oldini olishni talab qildi.